Chechenistonlik Linda ismli ayol o'z erining to'yida raqsga tushib, adashmadingiz, o'z erining to'yida raqsga tushib, millionerga aylandi. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz hamma ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xabarlarga ko'ra, Lindaning ota-onasi vafot etib ketishgan. Linda ikkinchi qiz farzandini dunyoga keltirganiga 2 hafta bo'lganida, u turmush o'rtog'ini ikkinchi marta uylanayotganidan xabar topdi. Turmush o'rtog'i bilan birgalikda 8 yil davomida qancha sinovlarni yashab o'tib, turmush o'rtog'ini millioner darajasiga olib chiqqan Linda turmush o'rtog'i hattoki ikkinchi marta turmush qurayotganini unga aqalli aytib ham qo'ymaganini, faqatgina to'y kuni xabar topganini eshitib juda qattiq xafa bo'lganini va hayotning bu qadar keskin zarbalariga hali tayyor emasligi to'g'risida o'zining ijtimoiy tarmoqlarida yozib qoldirdi va mana shu kelinni oldiga chiqib o'ynagan videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi va Instagramda o'zida bir kunda 500 milliontadan ko'p jonli obunachi va $25,000 mashhurlik va kundoshga ega bo'ldi. Shu o'rinda bir savol: masala erkaklarning nafsi buzuqligidami yoki yoshgina qizlarni